Assalomu alaykum, e'tiboringizda xabarlar ma'lumot dasturi. Studiyada sizlar bilan Rahimjon Alijonov. Marhamat, bugungi dasturimizning qisqacha ma'lumoti bilan tanishib oling. O'sh shahriga gazni Qozog'istondan olib kelish taklifi aytildi. Intimaq bolalarga kulgu ulashaylik nomli aksiya o'tkazdi. Bobur teatrida Manas eposi qahramonlari jonlantirildi. Ko'tar boshingni. Kim ko'zdan yoshingni. O'sh shahriga gazni Qozog'istondan olib kelish taklifi aytildi. O'sh gaz boshqarmasining rahbari Mamatqaliq Amatov shahar meriyasining kollegiya yig'inida O'zbekiston zangori olovni bermasa, gaz quvurlari Qozog'istondan olib kelinadi degan fikrni aytdi. Biroq uning bu so'zlari shahar rasmiylari tomonidan ishonchsizlik bilan qarshilandi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Kollegiyada qishga tayyorgarlik 2014-2015 yillarda kuz-qish oylariga tayyorgarlik hamda ko'kalamzorlashtirish ishlarining 2 oyligini o'tkazish bo'yicha shahar meriyasi tomonidan e'lon qilingan buyruqning natijasini muhokama qilish masalalari qaraldi. Avval O'sh shahrining meri gaz masalasini mahalliy aholiga tushuntirish ishlarini to'g'ri olib borishni tegishli rasmiylarga bildirdi. O'zingizlar bilasizlar, Gazpromdan bunda o'tqushi da var. Akşasta jedib, getib 2 oyning ichida agar tuz o'zbekistonga shart yo'q bo'lib qolsa, ana qozoqlardan alanga biz musul berdik. Ana 2 oyning ichida Gazprom to'g'ri turib, tundukni tarqaga sharti bor. O'zbekiston bilan chechilmay turgan bo'lsa, biz o'sha tundukdan o'shani turba tartib kelamiz deb o'tasiz. Davayt bunday bir jo'moqdan avsroq bo'laylik. No, al turbani tartib kelganda biz bu yilani bitira olmaymiz-da. Qancha vaqtning ichida tartib keladi? Gazprom tartsa, ma'qul bo'lsa biz sunishmiz. Ma'qul bo'lsa bermay, maqsud bekay ishga tartib qo'yadi. Yo'q, sizlar ko'rishingizlar, buni So'ngra O'sh shahar vitse-meri Qutmalani Abdurahmon o'g'li qish oylarida issiqlik berilishi bo'yicha ko'rilayotgan tayyorgarliklar bo'yicha ma'lumot berdi. Enerjiya sentrali o'zida 2,5 million kubdan oshiq gaz ishladi degan. Agarda bu gaz masalasi qishga chekdi, qish sezonida agar bunday siyosiy bir chechimlardan ulan berilmay qolsa, qanday ish-charalarni yurgizamiz? Негізінен газ бұл жерде мазутты сұйылтып, тиешелі объекттерге беру үшін қолданушы энергия ресурс болып есептеледі. Бұл бойынша азыр жылу электр борбору альтернативтік вариантты қарап жатат. Демек, егер газ болса, анда біз 13,16 миллион сомдық примерно қосымша бір ошол электр мындай булантуу немесин оборудованиясын алып аргасы болобуз. Демек, бұл маселе чечилбесе, демек альтернатив единственный жол ушул болуп калат. Issiqlik berish bo'yicha 22 punktdan iborat reja tuzilib, uning natijasi bo'yicha shahardagi 32 ko'p qavatli uylarga issiqlik berish moslamalari yangilanib bitirildi. Bundan tashqari 40 xonadonni issiqlik berish moslamalari bilan ta'minlash masalasi qaralgan. Siz spravkanızda aytib o'tdingiz, 40 uyni bugungi kuni biz o'sha memlekatga ulayotamiz debchi, жылуулук системасына. O'sha 40 uy to'liq ulanib bitadi. Жалпы билесиз, шаардагы 117ден ашык үй, жогорку көп кабат үйлөр мындай борбордук жылытуу системасына уланган эмес. Ошондуктан аны быйыл эми массалык баарын каптоо мүмкүн болгон жок. Былтыр 32 үй болсо, быйыл 40 үй деп пландаштырып атабыз. Мына бул МЖК ишканасынын негизги иши. Демек, ушул планда каралган иш, бул ушул жылы аткарылыш керек. Eslatib o'tamiz, Qirg'iz gaz ishxonasi Gazpromga sotilgandan 4 kun 14-martda O'zbekiston O'sh shahriga gaz berishni to'xtatgan edi. Demek qo'shimchada бұл жердің ішінде bir yerinde skver, жаңы skver açılıp yarım bölük ishga salındı. Bugungi yig'inda shuningdek O'sh shahrini ko'kalamzorlashtirishga qaratilgan 2 oy davomida qilingan ishlar natijalari qaraldi va ishlarning faol ishtirokchilari faxrli yorliqlar bilan taqdirlandi. Yig'in so'ngida Qirg'iz Respublikasining biometrik ma'lumotlar bazasini tuzish loyihasi qabul qilingani ma'lum qilinib, yangi loyiha bo'yicha tushuntirish berildi. Sherzod Yusuf, Azam Buzrikov, Intimaq. Bugun maxsus tayyorgarlikdagi Sher otryadi tuzilganining 13 yillik marosimi nishonlandi. Sher otryadi 2001-yili general-mayor Ashirbek Bakayev tomonidan tuzilgan. Mazkur guruh jismonan baquvvat bo'lgan, ma'naviy tomonidan yaxshi tayyorlangan hamda maxsus tayyorgarlikdan o'tgan harbiylardan tashkil topgan. Mazkur guruh 1999-yili Batken voqealari, 2005-yili Batken oblastining terrorchi guruhlarini yo'q qilishda faol ishtirok etgan.
Мүмкіншіліктен пайдаланып, ушул бардык атайындарда шер отрядынын ветерандарын, жана азыркы маалда кызмат өтөп жаткан атайындарда шер отрядынын офицер прапорщиктерин, жана сержанттарын куттуктап кетем. Аларга каларым чынден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт. Эч качан Кыргызстаныбызда согуш болбосун, тынчылык болсун. Атайындарда шер отряды Бишкек шаарында жайгашкан, жана Жалал Абад областында, Баткен областында, Ош областында бар. Атайындарда шер отрядынын негизги кызматы терроризмге каршы күрөшүү жана коомдук коопсуздук тартип сактоодо, башаламандыкты жоюуда. 1-iyun bolalarni xalqaro himoya qilish kuni munosabati bilan Intimaq telekanali bolalarga kulgi ulashaylik nomli aksiya o'tkazdi. Tadbirda bolalar kun bo'yi muz maydonchasida bepul o'ynash imkoniga ega bo'ldi. Shu bilan birga mehribonlik uyida tarbiyalanayotganlardan ham xabar oldik. Navbatdagi mavzu shu haqda. Maydonga to'lgan bu bolalar uchun bugun o'zgacha kun, chunki ular muz maydonchasida kun bo'yi bepul o'ynash imkoniga ega bo'lishdi. Ejikeler bizga aytdi-da, dostorga bu yoqda nima bo'ladi? Бесплатный bo'lib qatib. Baraslarmi? Birinchi men cho'q dedim, tanada so'rab keldim. Dedim baraver dedi. Bu yer menga yoqayapti. O'ynayapmiz do'stlar bilan. Yerda do'stlarimiz bilan musa soni bo'lib ketadi. Ova, endi kelem. Menga bu yer ayol jag'otat. Rahmat sizlarga. Bolalarga kulgi bag'ishlaymiz deb nomlangan bayram aksiyasi Intimaq teleradio kompaniyasi hamda Yangi avlod jamoat tashkiloti tomonidan uyushtirilib, unga jamoat tashkilotlari va shahar meriyasi qo'llov ko'rsatgan. Salamatlar, suykumli bebeklar, bugungi aksiyaning qatnashchilari, qo'noqlar, albatta, birinchi кезекте hurmatli bizning suykumli bebeklar, sizlarga shu vaqtdagi bolalar kunini bayramlar bilan bizning shaharimiz meri Qadırbayev Aytmat Nettoyevning atынан qutlaqlaymiz. Aksiyaga xalqning kam ta'minlangan qatlam bolalari jalb qilingan. Tadbir faqatgina muz o'yinlari bilan cheklanmay, bolalarga to'kin dasturxon hamda konsert dasturi tuhfa etildi. Baldarni qo'rg'ov kunine yarasha qayrimduluk aksiyani o'tkazib o'tamiz. Bu bugungi maraka 118 ayalı balдар chaqirilgan. Bizning o'yimiz bardıq qiyinçılıqlardı, bardıq oğurçuluqlardı, bardıq sotsialdық tarmaqdan buluvu, ekonomikan tarmaqtan buluvu problemalardı bardığı çoğu aşarmen çeşse bulur. Tadbir bolalarning xalqaro kuni munosabati bilan uyushtirildi. Bu kabi ishlarni Intimaq teleradio kompaniyasi avval ham o'tkazib kelgan. Şehirde baldarda, şahardagi balдар uylarının baldarına bu yerda biraz mayramda konsertlar to'lab, ularga bir sый tamoq uyushtirib, mana bu yerda bugun kechga bizga yaxshi zima leta shahardagi muzayyanchasi bizga bugungi kunga demoqchi bo'lib bugun kun ichi yosh pullarga bekar berib o'tadi shu o'ynag'ongacha bugun bolalarning yuzida quvonch bilan ko'rsatsam kerak bo'lgan gulib chaynab bolalar bari jirg'ib qolishdi. So'ng tashkilotchilar shahardagi Bo'rikerdik bolalar uyida tarbiyalanuvchilarni tabriklash uchun borishdi. Bu yerda 30 nafar bola tarbiyalanadi. Ularga Intimaq jamoati tomonidan to'plangan mablag'lar va sovg'a salomlar topshirildi. Bugungi so'yga turgan kishilar shu bolalar bo'lsin, ko'ruvchilarda bolalar bo'lsin, sahnada videolarda qanday bolalar bo'lsin, bugungi bayramlar qutlu o'tsin. Har bir kuni ko'rishib bugungi quvonchda bo'lib Tadbir O'sh shahridagi yosh iste'dod egalari tomonidan tayyorlangan konsert dasturi bilan yakunlandi. Bolalarni himoya qilish kunida kelajak egalari ota-onalaridan, qarindoshlaridan yoki kimlardandir sovg'a kutishadi. Lekin oramizda ota-onasidan erta ajrab hayot qiyinchiliklarini boshdan o'tkazayotganlar ham yo'q emas. Bunday ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lganlarning orasida Jaloloboddagi Mehribonlik uyining tarbiyalanuvchilari ham bor. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Temirov to'lagan Jalolobod oblasidagi Jo'mart Bo'kanbayev nomidagi bolalar uyida tarbiyalanadi. U mazkur yerdagi bolalar orasida qobiliyati bilan farqlanib, o'qishga qiziquvchi o'quvchilardan biri. Biroq afsuski u hayotga keliboq ota-onasidan ajragan. Aytishicha, maktabga boradigan vaqtda oilaviy sharoiti tufayli bora olmagan. 9 yoshda bolalar uyiga qabul qilingan. O'z uyim janimda o'qigan birinchi klassda. Misol bir juma, ikki juma, boshqa maktabda ham qo'tarilib ketib qolgan. O'sha siyoqda bu yoqqa kelib turib, ikkinchi klassga ko'tarilgan. Men atam 1997-yili dunyodan qaytgan, o'sha bilan men uni ko'ra olmay qolgan.
Atam 40 болгондо apam төрөп калган. Ошо байланыштуу. To'lagan 142 o'quvchilarning eng oldingisi Jo'mart Bo'kambayev nomidagi mehribonlik uyining o'qituvchilari uning o'qish va harakatlari, intilishlariga ko'maklashib kelishadi. To'lagan o'zi чындыгында ата-энеден tez даже төрөлгөндөн ажырап калган экен. Апасынан да атасынан да бир туугандар болгон. Анан бир туугандары ошо алышка аракет жасап бул баланы көп жолу мындай стресске состояние алып келип койду да. Бирок биз ошону аракет жасап, андан чоңурактар эле аракет жасашты, бирок азыркы мезде бул өзүнө келип калды. Төлөгөн аракети жакшы. Qahramonimiz maktabni tugatgach o'zi sevgan kasb egasi bo'lishni istaydi. Shu sabab u uchun oliygohda o'qish katta baxt. Bu yerning tarbiyalanuvchilari har yili yozgi ta'tilda tegishli lagerlarda dam olishadi. To'lagan tengdoshlaridan farqlanib, o'qituvchilarning tanloviga ko'ra Turkiyaga 2 haftalik ta'tilga boradigan bo'ldi. Mazkur mehribonlik uyida 60 dan oshiq yetim va ota-onalar mehridan ajragan bolalar yashab ta'lim oladi. Mahkama respublika byudjetidan ta'minlanadi, biroq bundan tashqari turli shaxslar, ishxonalar o'z yordamlarini ko'rsatib turishadi. Shunga qaramay bu yerning o'ziga yarasha kamchiliklari bor. Masalan, bu yerda toza suv muammosi bor, biroq rayon hokimi bu muammoni hal qilish yo'llari bor deb hisoblaydi. Biz bularga қолдан келишинче жардамдарыбызды беребиз. Булардын жетекчилиги кайрылганда, не только кайрылганда, ансыз деле биз келип кабар алып, эмне кемчиликтери бар, кыштын күнкү кандай даярдыктары бар, же болбосо балдардын азыр каникул болуп лагерге чыкканда ал жактан кандай кемчиликтери бар, баардыгын карап турабыз. Эгер жетишпеген жактары болсо, бир администрация тарабынан жана биздин жеке ишкерлерибиз бар, чыган жигиттери ошолорго кайрылып, ошолор аркылуу буларга биз жардам алып берип турабыз. Jami 142 o'quvchiga bilim bergan maktab internatga oblastning uzoq va tog'li rayonlaridan bolalar qabul qilinadi. Talg'at Bakiyev, Davron Asibxonov, A'zam Buzurikov, Intimaq. O'shda farzandini 70 ming so'mga sotgan Qorasuv rayoni yashovchisi qo'lga tushdi. Buning ertasiga oblast tug'ruqxonasida ayol 7 oylik farzandini tashlab ketganligi haqida dalil ro'yxatga olingan. Onalarning o'z jigarbandlaridan voz kechishiga nima sabab bo'ldi? Qanday qilsa bunday holatlar to'xtatiladi savollariga muxbirimiz javob izlagan. O'zining 5 oylik bolasini 70 ming so'mga sotmoqchi bo'lganda gumonlanib, Qorasuv rayonining 27 yoshdagi mazkur yashovchisi qo'lga olindi. U bu ishga nikohsiz tuqqani va qarzi ko'pligi uchun majbur bo'lgan. Tayjemne сүйлөштүм, tayjem oha men tanishlarim бар деп, олор менен сүйлөшүп, ошо баланы олор алды. Азыр кандай адамдар алган, ким алган, мен ону билбейм. Мага 42 миң акча беришкен, мен kishini o'rgatilgan o'sha lecheniyalarga ashta ishlattım. Bu fuqaro esa bolasini sotgan kelinga yordam berganlikda gumonlanmoqda. U Qorasuv rayonining yashovchisi. Men aytdim, o'ylanib ko'r qizim, keyin jalb etvesinmi deb unga men aytdim. Bir haftadan keyin yana keldi, yanvar, fevral, sovuq kunlar edi. Boshqa ilojim yo'q, meni operatsiyam rak bo'lib ketar ekan, lichit qilishim kerak. Balamı kötürü olmayapman dedi. Men aytdim, mayli. Tanışım bor deb kelib tanıştırdım. Bola sotilishi bo'yicha ma'lumot militsiyaga 25 fevral kuni kelib tushgan. Uning izi 26 may kuni fosh qilinib, o'sha kuni bolasini sotishga va unga ko'maklashishda gumonlanib, fuqarolar O'sh shahar ichki ishlar boshqarmaligining vaqtincha saqlash tergov izolyatoriga olib kelindi. Odam savdosida ayblanmoqda. Shu ma'lumotni taqtoo ishlari uchurunda чындыгында эле Қарасу районунун 1987 жылы туулган тургуну өзүнүн баласын ортомчулар аркылуу 70 миң сомго сатып жибергени аныкталды. Козголгон кылмышы анан тергөө аяктагандан кийин бул тергөө иштери сотко өткөрүлүп берилет. Эми бул кылмыштагы акыркы чекитти сот органдары коет. O'sha kuni ertasiga O'sh oblast tug'ruqxonasidan 23 yoshlik arg'onlik kelin 7 oylik tug'ilgan farzandini tashlab ketgan. Go'dak erkak bo'lgan. U tibbiy personalga bildirmasdan qochib ketgan. Bundan xabar topgan shifoxona xodimlari militsiyaga xabar berishgan. Кичинекей жастыгын тагына бир подушкасынын тагына кичинекей расписка жазып, мен баламды карай албайм. Баламдын оорусуна байланыштуу бул балам дагы өлүп калат, мен карабайм деп кетип калган. Ана милиционерлерди чакырганбыз, милиция келип, кайра эле 28-inde бул аялды алып келген. Апасы экөө келишип, ушул жерде жүргөн. 28 бала өтүп кетти, өлдү. Бирок өздөрү баланы алып кетишти, көмдүргөнү.
Psixolog Gulnora O'nqo'sheva o'z bolasini tashlashga go'dakning nikohsiz tug'ilgani asosiy sabab bo'lganini aytadi. Shuningdek, onaning ruhiy tomondan ona bo'lishiga tayyor bo'lmagani ham ta'sir ko'rsatmoqda. Bundan tashqari moddiy yetishmovchilik ham sabab bo'lmoqda deydi u. Эми бул дагы ар бир адамдын өзүнүн жекече өзгөчөлүгүнө, психологиясына жараша болот да. Мисалы үчүн кээ бир аялдар таштап кеткенин таптакыр унутуп коюшу мүмкүн. А кээ бир кыздар бар, мисалы үчүн энелер бар. Баягы баласын таштагандан кийин өмүр бою ушул өзүнүн ичинде кандайдыр бир мындай өкүнүү сезими пайда баягы турат да. Шуну бекер кылган экен, эртеби кечпи ал эне балдарына айтпаса дагы ошол немеден кабар алат да баласынан. So'nggi 5 oyning ichida Akjurak krizis markaziga farzandini tashlamoqchi bo'lgan 13 nafar ona murojaat qilgan. Qandaydir bir zakonga o'zgartirishlarni kirgizishimiz kerak. Qandaydir ошо энеге бала төрөлгөндөн кийин бир жеңилдиктер болуш керек, поддержка болуш керек да. Ошондо баягы эне социалдык абалга ва финансылык абалга көз каранды болбостон баласын унчукпай эле өзү багып алганга кудурети жетет да. Баягы незаконный төрөп алган балдарды коомчулук четтеп атат, бүгүнкү күнгө чейин четтетип атат ошо кыздарды. Ошону четтетпестен кандайдыр бир түшүндүрүү иштеринде бир башкача бир жолдорун ойлонушубуз керек болуп атат. Farzandini sotgan va tug'ruqxonaga tashlab ketgan holatlar O'shda bu yilda ilk marotaba kuzatildi. O'tgan yili bolasini sotmoqchi bo'lgan bitta holat kuzatilgan. 1-iyul bolalarni himoya qilish kuni yaqinlashganda shunday hollar sodir etilishi afsuslanarlidir. Hilola Ashurova, Azam Buzrekov, Intimaq. Bugun xizmat vaqtida o'q tegib, 1-guruh nogironiga aylangan Favqulodda holatlar ministrining askari Jusufbek Akbarali o'g'lini davolatishga xarajat to'plash maqsadida marafon bo'lib o'tdi. Bunda oblast va shahar hukumatining vakillari, davlat xodimlari, shuningdek Jusufbekning taqdiriga befarq qaramaganlar ishtirok etib, o'z hissalarini qo'shdi. Favqulodda holatlar ministri xodimlari bir kunlik maoshini to'plab 300 ming so'm mablag', shahar meriyasi 100 ming so'm ajratdi. Өздерінің туғандар арқылы Италияда Неаполь шаарында шундай бир жекеменчик клиника бар экен. Ошонун врачтары дагы дарылайбыз деген үмүт берип жатышат. Ошого байланыштуу баягы кеткен чыгымдарын төлөө максатында биз марафонду өткөрүп атабыз. Бүгүнкү күндө бүгүн жума намазы болгондуктан Тош шаарындагы 3 чоң мечитке, бул Имам Аль-Бухари мечитине, ошондой эле Сулайман Тоо мечитине, анан Эрдем мечитине, бул Юго-Востоктогу Эрдем мечитине атайын кутуларды коюп, имамдар аркылуу, ошол казылар аркылуу дагы каражат чогултуу максатта ошол жакта да иш-чаралар жүрүп атат азыр бизде. Bobur teatrida Manas eposi qahramonlari jonlantirildi. Qirg'iziston davlatni mustahkamlash yili munosabati bilan Qirg'iziston xalq shoiri, taniqli dramaturg Jalil Sadiqovning qalamiga mansub Manas o'g'li Semetey dramasini o'zbek aktyorlari sahnaga olib chiqishdi. Asarni Abdug'ani Abdug'afurov tarjima qilgan. Batafsil navbatdagi lavhada. Yozuvchi va dramaturg Jalil Sadiqovning Manas o'g'li Semetey dramasi O'shdagi Bobur O'zbek akademik dram teatrining san'atkorlari tomonidan sahnalashtirildi. Manas eposining qahramonlari qadimgi oq qalpoq, qilich, nayza, qalqon ilingan bo'z uylar dekoratsiyasida qayta jonlangandek bo'ldi. Ko'tar boshingni. Artgin ko'zdan yoshingni. Olam yig'lab topgan emas, Manas lashkar boshingni. Eposdagi voqealar tomoshabinlarda ham qiziqish uyg'otdi. Kelgan mehmonlar orasida Jalil Sadiqovning rafiqasi Sabira Chipayeva ham bor. 88-89 yillarda уже qo'yilgan bo'lchi bularga o'zbek. Ana nemi o'shoning g'ayra qaytalanib atışı el dostluğu. Жалгыз эле биз билбей Манасыбызды, Семетейибизди, Сейтегибизди өзбектер да билип турса, бизде жашаган элдин баары билип турса, бизге да жакшы сыймык го деп ойлойм. Ошо Мана кубанып турам өзүм. Ашкам көз өтүп кеткенден кийин башкаларда коюлуп аткан спектакльдер, мурунку коюлуп аткандары коюлуп атат, а булар жаңылап коюптур. Hozirgi davrda asarni qayta sahnaga olib chiqish Manasni, uning avlodlarining tarixini, qirg'iz davlatchiligini tuzish hamda mustahkamlash uchun uning olib borgan kurashlarini sahna tili bilan yosh avlodga namoyish qilish zarurati tug'ilgan. Asarni rejissyor Nabijon Sabr sahnalashtirdi. Hozir fevral oyidan boshlab teatr jamoati mana shu spektakl ustunda ish olib borib, hozir chiqarmamizni endi bugun el oldiga olib chiqib, tomoshabinga hozir endi shuni biz endi berib o'tamiz. Tomoshabinlar kelib ko'rib, o'zlarining fikrlarini aytadi degan umidda turamiz.
Piyasani Qirg'iz Respublikasi madaniyatiga hissa qo'shgan tarjimon Abdug'ani Abdug'ofurov qirg'iz tilidan tarjima qilgan. U asarni tarjima qilishda asl nusxasini yozgan. Jalil Sadiqov bilan hamkorlikda ishlaganini xotirlab o'tdi. Manas o'g'li Semetey spektakli Toshkent shahrida ham namoyish etilib, Toshkent televideniyasining oltin fondida saqlanadi. Bizning repertuarimizda qirg'iz dramaturglarining chiqarmalari o'zi jalb repertuarimizda 100% olsak, o'shaning 50%dan ko'pi qirg'iz dramaturglarining chiqarmalari. Buna biz repertuarimizda Marbayjiyevning chiqarmalari, Beksulton Jaqiyevniki, Sulton Rayevning chiqarmalari, murda mana To'xtabolot Abdumomovning chiqarmalarini ko'p qo'yib yurganmiz. Bungacha teatr jamoasi Manas o'g'li Semetey dramasini Bishkekda bir necha bor namoyish qilgan. Aytish joizki, dramani ilk bor qirg'iz tilida rejissyor Abdurashid Baytemirov sahnalashtirgan. Umida Mirzabayeva, Albina Joloyeva, Aybek Bedilbekov, Intimaq. İşonmayman. Sotmaydi u kelinim. Shuning bilan xabarlar ma'lumot dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'lkamizda va xorijda kechayotgan tezkor xabarlar bilan 3W-Intimaq.kg sayti orqali ham tanishsangiz bo'ladi. Oilangizni tinchlik, farovonlik tark etmasin. Xayr, salomat bo'ling. Qirg'izgidrometning xabar berishicha 31-mayda yurtimizda yog'ingarchilik kutiladi. Havoning harorati Batken oblasida kechasi 15, kunduzi 20-25 daraja issiq bo'ladi. O'sh oblasida kechasi 11-16, kunduzi 21-26 daraja issiq bo'ladi. Jalobod oblasida kechasi 11-16, kunduzi 21-26 daraja issiq bo'lishi kutiladi. Norin oblasida kechasi 4-9, kunduzi 17-22 daraja issiq bo'ladi. Talas oblasida kechasi 9-14, kunduzi 18-23 daraja issiq bo'lishi kutiladi. Issiqko'l oblasida kechasi 5-10, kunduzi 17-22 daraja issiq bo'lsa, Shu oblasida kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja issiq bo'ladi. Poytaxtimiz Bishkekda 31-mayda yog'ingarchilik kutiladi. Havoning harorati kechasi 12-14, kunduzi 20-22 daraja issiq bo'ladi. Shahrimiz O'shda esa 31-mayda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Havoning harorati kechasi 11-16, kunduzi 21-26 daraja issiq bo'ladi.